ko'pchilik aka-ukalarimiz sportivniy otdi, lekin narxi ham bozor narxida bo'lsa deb so'rashadi. Bozor narxida, bozordan ham arzonroq narxda. Bugungi sanamiz 9-may. Bo'ylari 170 plus urumin metrda, yoshi 10 dan o'tgan. Yeb ichishi tani joni sog', yovoshligi yovosh. Uzunligi bo'yni boshiga. Bir ahamiyat berib qo'ying, zotiga kelsa o'sha Ganover zotidan. Kimda ukalari, jiyanlar, o'g'il qizlar sportga qatnashadigan, to'suvlardan sakrashga, puli yengil bo'lsa o'rganib olsa degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz bu otimizni. Jonivor turishiga ham bir ahamiyat berib qo'ying. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Kimga shunaqa yovoshidan yoki uyda o'zim uchun minib yuraman, ishdan kelganda 4 ta qand 1 kilo sabzisini berib, uni cho'miltirib qo'yib, kechki payt ishdan keyin 1 minganingizda aka, ha? Charchoqli ham chiqib ketadi-yu. Narxi ham 45 million. Yana kami bor. Yeb ichishlari. Ishtahasi ham kanday yotib. Bu oyoqlari ham but-butun buni. Ko'pchilik to'suvdan sakraganda o'ylashadi mana. Oyoqlarida ishi yo'q, bu narsasi yo'q, defekt. Jonivor.